Qanday qilib overlock mashinkamizni pichog'ini to'g'ri almashtirish mumkin? Birinchi navbatda mashinkamizni lapka va eshiklarini ochib olamiz. Endi esa ushbu vintimizni yengilgina yechib olamiz. Endi pichog'imizni chapga surib turib, ushbu vintimizni qotirib olamiz. Pichog'imizni ushlab turadigan vintimizni yechib olamiz. Pichog'imizni joyidan bo'shatib olamiz. Tepa qismdagi pichog'imizni bo'shatib olamiz. Yangi pichoqlarimizni joyiga qo'yib olamiz. Pichog'imizni joyiga joylashtirib oldik. Endi atyorka yordamida vintimizni qotirib olamiz. Qo'yilgan yangi pichog'imizni balandligi plastinka balandligi bilan bir xil bo'lishi kerak. Endi esa vintimizni qotirib olamiz. Tepa qismdagi pichog'imizni qotirib olamiz. Tikuvchilarimizda asosiy xato qiladigan joyi shu joy bo'lib, ignamizni oxirigacha tushirib olamiz. Hamda pichog'imizni joyiga keltirib olamiz. Qaraganda ma'lum bo'ladiki, o'zi kesish holatiga keladi. Kesishmalar to'g'ri qo'yilgandan keyin vintimizni qotirib olamiz. Ushbu vintimizni yechib olamiz hamda pichoq joyiga kelgandan so'ng joyiga qotirib qo'yamiz. Tikuv mashinalari haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligi uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.